Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabındaki tövendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh yani ilimni düşünüş diyen bir babını koyuptu. Bu gayet çoğunqur. Köpünce halda mesela ilim ve düşünüş meselesi okşaştek bilindi. Emniyette bu ayrım hukum. İlim umumi bilişini asas kıldı. Yaki bundan da bir vaqtida mesela yeniden biliş de mesela kalırsa o malumat yok halatda yeni bir malumatni egallash. Mana bu ilim degan ma'noni bildirsizmi, lekin tushunish degani bu boshqacha. Endi tushunish degan gapi odamniki mushu zehnidagi bir yoshurun kuch. Şu bilgen ilimning ichidagi xilma-xil bağlanışlarni, ma'lumotlarni, sebep bağlanışlarni bir-biriga bağlaya oladigan, shuning illat vujudini biladigan vaqtida bilish mana bu tushunish bo'ldi. Undaqda ilim tushunish degan gap qaragan vaqtida bakrak om, kengroq uqumga ega bo'lsa, tushunish uning qaragan vaqtida bir balda xasroq ma'noga ega. Masalan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani xomniki misalını algan vaqtida, mesela müminge o'xshaydigan bir daraxt var deganda, hamma sahabilar shuni bildi. Bir müminge o'xshaydigan bir daraxtning borligini ma'lumot nuqtasi ilib etgan vaqtida bildi. Lekin buni konkret jihatdan tushungan odam faqat Abdullah ibn Umar. Undaqda Abdullah ibn Umarninki bilishdan boshqa buni his qilib tushunishi bu yerda fahm, ya'ni tushunish degan ma'noga munosib keldi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh şundaq deydi 72. numaralı hadiste bizge Ali ibn Abdullah hadisi sözlep bergen idi deb. Ali ibn Abdullah İmam Bukhari rahmetullahi aleyh'ninki xas ustazlarından biri deyişki oldu. Çünkü bu adam hadis ilmide umum yüzlük aynı vaktdeki muhaddislarının, hadis-şünaslarınki ortak ustazı. Asli ismi Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Necih namıyla meşhur. Lekin veya ki Ali ibn Medini namıyla meşhur. Köprek aldımış aleti kilitde. Hem de bu hadis ilmide mutlak ustaz. Köz görüngen ustaz da. Hatta İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ben üzemni şu Ali ibn Medini'nin huzurunda töven kürettim dedi. Ondan başka yerde her kanda adamdan üstün ilim ciheti de hem de bu kibir noktasında demez. Ama Ali ibn Medini'nin huzuru kelgan vaqtimda üzemni bir xil ojiz bilatdim. Undaqda İmam Buxoriyning xili ta'sirlik hadis ilmida ko'rinarli ustoz deyishga bo'ldi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtda payg'ambarimizniki hadisni eng yaxshi biladigan odam degan. Ya'ni bo'lib xos holatda yaxshi biladigan odam. O'z zamonasida Rasulullohning hadisini eng yaxshi biladigan odam degandek sifatlar bilan sifatlagan. Bu adam o'zimdagi hadisni men bayon qilmadim, tashlab qo'ydim degan. Undaqda bildigan hadisi nihoyatda ko'p. Hatto bu odamniki shu hadis ilmidagi kattaligidan, mesela İmam Ahmed men katta ulamo deymizmi? İmam deb. Ammo Ali ibn Madini chaqonda yetib turib, hadis so'zlab beradi-ki, İmam Ahmed o'ng taraf turib, Yahya ibn Ma'in so'l taraf turib yozadi ekan bular. Undaqda shu palvon xarakterlik muhaddislarniki ustoz deyishki bo'ldi. Hammasi shu İmam Buxoriydan tortib, Abu Davud, Termizi qatorliq hammalarininki bu odamda asos ustoz bo'ladi. Bu zot Basirda yashagan ekan. Endi bu odamniki oilasiniki kelib chiqishi tegimish Madina ekan. Shuni balki Madini deb nom berilgan bo'lishi mumkin. Bu zot 234-yilda Iroqda o'lib ketgan. Bu zat deydi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Sufyan ibn Uyayna. Bu kishining tarjimasi boshida o'tdi. Bu kishi deydi menga İbn Abi Necih degan odam hadis so'zlab bergan edi deydi. Endi İbn Abi Necihninki ismi Abdullah ibn Yasar ismi bilan mashhur. O'zi nayt shu davrdagi katta mufassirlardan, tafsirshunoslardan bo'ladi bu odam. Makkaniki muftisi ekan ayni davrda. Bu kishi ulamolar baho bergan vaqtida masalan ishonchlik degan baholarni bergan bo'lsa-mu, lekin bir xil taqdirchi deb ayblangan e'tiqodiy masalalarda.
Hatta bir kısımlar bunu mu'tazili fikir deydi degan qarashdagilarmi bo'lgan. Biroq tafsir ilmida eng ishonchlik zatlardan sanaladi. Bu kishi Hijriya 131-yil o'lib ketgan. Bu kishi hamda Mujohiddan bayon qilyapti. Mujohidniki ismi Mujohid ibn Jabr degan kishi shu. Yoki Jubayr deb jihatdan atalgan. Bu kishi shu Makka ahlidagi Makkilik bo'lgan o'zi faqih tabiinlardan bo'ladi ayni vaqtida. Bu odamning ishonchlik bir mutlaq imom ekanligiga, bir ulug' bir shaxs ekanligiga ulamolar birdek kelgan. Chunki fiqh ilmida, tafsir ilmida, hadis ilmida pir bu odam ayni vaqtida. Bu kishi masalan nurg'un sahobalarda rivoyat qilganda, masalan Abdullah ibn Abbos, Jabir, Abu Hurayra radhiyallohu anhum qatorliq sahobalar. Bu zot deydi, men Madinagacha Abdullah ibn Umarga hamroh bo'lgan edim. Uning Abdullah ibn Umarning Payg'ambar alayhisolatu vassalamdan bir hadis so'zlab berganligini anglamadim, faqatmush bir hadisdan boshqa dedi. Chunki bu yerda birinchidan bu odam shu Makkadan Madinaga hamroh bo'lgan bo'lishi mumkin. İkincisi hem de Abdullah ibn Ömer bir adam sormasa hadis so'zlab bermaydi ekan. Chunki dadisi chekligan Ömer ibn Hattob. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nomidan ozroq hadis bayon qilinglar deb chekligan. Endi birisi shu talibul ilmlar savol sormasa hadis so'zlab bermaydi ekanda o'zligidan. Balki mush nuqtadan bo'lsa so'zlab bermagan bo'lishi mumkin. Eng muhimi mush tövendagi hadisni so'zlab beribdi Mujohidga. Abdullah ibn Ömer deydi, biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki huzur mübarekte idik, bir cummar keltirildi deydi. Cummar degan hem de şu xomninki jiliki deyish bo'ldi. Jiliki. Yoki mush xom darxininki ufchida cho'qqisida bo'lib unib chiqilgan bir yer bor. Shu yerda nar jili yengilib ko'klab turgan. Shu ko'k shoxniki ostida qirg'a vaqtimizda yumshoq bir tala chiqadi, nefis. Shuni yeydi arablar. Buni aytib foydali bu. Buni arablar xomning yuriki deb atagan. Buning foydaliligi tibobatdimi, arablardimi bak mashhur asaldan. Mana suratdagi shu hozir masalan xomninki jummar degan narsa chiqdi masalan. Hozir qarab tursak teshidagi qo'zoqlarni asta shilivetdi. Shilivetgandan keyin ichidan hozir bir shamdek bir nochka chiqadi. Ay nochkani to'g'rab yoki yalpaqlab yesak, tatliq, bek yeyishlik, ham bek foydali. Mana jummar degan narsa shu. Hozircha arablar yeydi. Mana yangi chiqqan jummarlar mana shu xomdan. Shuning bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallam gap qilib, daraxtlar ichida shundoq bir daraxt bor, u daraxt musulmonga o'xshaydi dedi. Men shuna u xomimki deb o'yladim, temshaldim, lekin shu yerdagi kishilarning ichida eng kichik mendim, shuning bilan sal sukut turib qoldim dedi. Balkim xijil bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam u xom edi dedi. Bu hadis bir necha qatim boshda o'tdi. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh tövendiki babda shunaq deydi. Ilm hikmatni qo'g'lishish yoki beslishish, shuni erishishga urinish degan bir babni qo'yapti. Ya'ni hasad qilmasdan shuni egallashga urinish deydi. Hamda g'abat bilan hasadning farqi bor. Hasad qilgan vaqtimizda boshqalarningki bir ortiqchiligi yoki uningdagi ma'lum bir ne'matni ko'rgan vaqtida aşındaki müşnes yokulap ketsa oldu, yoki boylik, yoki ilim, yoki mansab, yoki nopos bir aşında bombası oldu, mende bo'lsa oldu deyish ma hasad bo'ladi. Ammo ma ig'tibot, g'abat degani boshqalardiki masalan, boshqalardiki shu ne'matniki yo'qolib ketmasdan aşıningmi shu ne'matga erishganligidan xursand bo'lish bilan birga o'zidimi shu boshqalarda bor shu huzur halovatning ya ilm hikmatning o'zida bo'lishini boshqalarda yo'qolib ketmagan olasida xushallik bilan o'zdim bo'lishni orzu qilish bu ig'tibot bo'ldi. Demak hasad bilan bu ikkisiniki farqi shu. Hasad cheklangani harom. Amaliyotda bugungi kunda biz mush hasad bilan bak sinilayotgan ig'ir gunohlarning biri, ammo ig'tibot durust. Shunga Umar roziyallohu anhu shunday deydi.
Endi Ömer radhiyallohu anhu'nunki bu so'zi xilma-xil tushunilgan. Ya'ni sizlar mas'uliyatga yuzlanishdan burun yoki mas'uliyat ustiga otilishdan burun sizlar ilm o'rganib olinglar, faqih bo'lib olinglar dedi. Bu yerdagi tosavvadu degan so'zni ulamolar ba'zanlar masalan to'y qilishdan burun ilm o'rganib olinglar degan. Ba'zanlar cho'ng bo'lishdan burun ilm o'rganib olinglar degan. Ba'zanlar masalan bir amir, umara yoki bir vali bir amal tutishdan burun ilm o'rganib olinglar deb mundaq bu tafsir qilgan. Chunki odam cho'ng bo'lgan vaqtda ilm o'rgansa, savol so'rash, ilm o'rganishda ko'p qiynaladi, ichi siqiladi. Chunki o'zining xiyoliga kelgan savollarni so'ray olmaydi, xijil bo'ladi. Bu birinchi nuqta. Yana birisi odam ma'lum bir mas'uliyat yuklangan vaqtda mayli oila mas'uliyati bo'lsin, mayli xalq, millatniki yoki vatanning mas'uliyati bo'lsin, bundaq odamni o'ziniki shu xalq fuqaro orasidagi o'rnidan ansirab ilm o'rganishda yoki boshqalardan so'rashda yani bir xil yani ichi siqiladi, qiynalib qoladi. Buni maqsad qilgan edi. Shunga Yahya ibn Ma'in rahmatullohi alayh burullam shu to'yning beshiga chiqib olgan odam jiq ilmdan mahrum qoladi degan. Biz hayotimizda nurg'un ishlarni uchratdik, jumladan o'zim shu kichiklam nom obro'y qozongan, shu yurtniki to'riga o'ltirib qolgan, shu shuhrat nom obro'ydan chiqib ketganlar, kichik yoshlar kichik turiblar. Bular ilm o'rganishdan ko'p ilm egallashdan bular mahrum qolgan. Shu xo'sh bilan oldinib ketib, ko'p bilimlardan mahrum qolgan avvallarni biz ko'rdik. Ammo Abu Abdullah shunday deydi, Buxoriyning kunyasi. Abu Abdullah degan bu yerdagi Buxoriy shu. Imom Buxoriy shunday deydi: yaşangandan keyin, cho'ng bo'lgandan keyin, saqollari oqargandan keyinmi payg'ambarimizning sahobalari shu cho'ng yoshlarda ilm o'rgangan dedi. Endi bu yerda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki maqsadi Umar ibn Xattobning so'zini keltirish bilan birga Rasulullohning sahobalarining cho'ngaygan vaqtida ilm o'rganganligini ikkili misolni olib turib, bu yerda ikkili avvalda ilm o'rganishga qiziqtiryapti. Endi kichik vaqtida o'rganinglar, ammo cho'ng bo'lgandimi ilm o'rganishdan to'xtamanglar degan hukmni bizga bermoqchi. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu ilm o'rganish haqidagi qizg'inlik, beslish haqidagi bu babni bayon qilib bo'lgandan keyin buni hadis orqali tushuntiryapti. 73-numurlik bu hadis shunday deydi, bizga Humaydi hadis so'zlab bergan edi deydi. Humaydiniki ismi Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi, İmam Şafii'nin şagirdlari bo'ldi. İmam Şafii bilan birga Misrga ketib, keyingi mezgilda İmam Şafii o'lib ketgandan keyin Makkaga qaytib kelgan bu odam. Bu odam deydi, bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Sufyan ibn Uyayna shu. Bu kishi deydi, menga Ismoil ibn Abi Xolid hadis so'zlab bergan edi deydi. Lekin buni ham bizga Zuhri so'zlab bergan shakldan boshqa shaklda so'zlab bergan bu hadisni deydi. Bu odam Bu adam dedi, ben Qays ibn Abi Hazim'den anlagan edim mundaq deganligini. Bu adam dedi, ben Abdullah ibn Mesud'dan mundaq deganligini anlagan edim dedi. Bu yerdagi ravilarniki tarjimali hammasi boshda o'tib bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan. Payg'ambarimiz bu yerda hasad qilishga bo'lmaydi debdi. Faqat ikki ishlar hasad qilishga bo'ladi deb. Bu yerdagi hasad g'ibda ma'nosida kelgan hasad, Ameliyatda hasad eng ig'ir cheklangan gunohlarningki biri. Ko'pincha gunohlarningki manbasi hasaddan kelib chiqadi. Tuhmatxo'rlik deymiz, yomonlik deymiz, dushmanlik deymiz, hammasi shu hasaddan kelib chiqadi. Ulamolar hasadni o'xshatib, nimaga o'xshaydi degan vaqtida bu qon sho'raydigan bir qurt bor ekanda, shu qurt o'xshaydi degan. Bu odamningki shu qalbiga kirib, qalbning shu tosh g'alabni, ya'ni toshni terini teshgandan keyin xuddi qon sho'rg'onga o'xshash, bu hasad yurakning ichiga chigandan keyin bu yurakni ezib, ichini ko'lab yeydi degan. Yurakni yeydi degan. Bundaq sinoqlar bilan sinib qolgan bu hasad keslava odamlarniki qo'lidan har qanday bir yomonliklarniki, hatto xiyonatning kelishi yiroq emas.
Yani bu haset qilib bo'ladigan ishning birisi Alloh taolo bir odamga mol dunyo nisbat etibdi. Bu odam bu mol dunyoni haq ishlarga ishlatibdi-da. To'g'ri, durust ishlarga, Allohni rozi qiladigan ishlarga, xursand qiladigan ishlarga ishlatibdi. Buni da haset qilsak bo'ldi. Bu yerdagi haset hamda harom turdagi haset emas. Ya'ni aş adamda bir yaxshilik qilgan odamlarni ko'rib, bir o'zing qarindoshlarga, vatanga, dinga tuhf ko'rsatgan boylarni ko'rib, ashundagi ba mol dunyo mendan bir bo'lgan bo'lsa, ash qarindishimga o'xshash men bir tan qilgan bo'lsam, deb ash qarindoshning qo'ldagi mol dunyoning yo'qolib ketmasligini umid qilish bilan birga, ashunda bir xushallik his qilish bilan birga o'zining bo'lishni xohlagan bo'lsa, yani bir beslish asosida mana bu to'g'ri haset bo'ladi deydi. Yani bir adamga Alloh taolo ilm hikmat nasib qilibdi. Bu odam shu ilm hikmat bilan xalq orasidagi da'volarni hal qilib, xalq orasidagi ishlarni yurishtirib va kishilarga bilim o'rgatib, ilm o'rgatib, shu ilmni taqib qilgan bo'lsa, buningda masal qilsa bo'ladi degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ammo bu yerdagi hasad haqiqiy ma'nodagi hasad emas, yana eskartib qo'yaylik. Hasad degan shu odamdagi bor narsani yo'qolib ketishni orzu qilish. Bu ulamolarningki butun ittifoq bilan bu inoyat ig'ir gunoh, bu qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar buni harom degan ulamolar. Hatto Imom Navaviy rahmatullohi alayhi bu hasadning haromligiga butun ulamolar birlik kelgan degan bu masalada. Hatto bir qism fozillar bir mu'min qarindishingda Alloh taolo bergan bir ne'matdan huzurlanayotgan bo'lsa, sen shuning shu ne'matni sen yomon ko'rsang ichingda, yoki uning yo'qolib ketishini orzu qilsang, bu har qanday avvalda harom degan buni. Bu hadis hamda ilm o'rganishniki fazilati, ilm bilan mashg'ul bo'lishniki ortiqchiliklari haqida to'xtalayotgan hadis, lekin bu hadisda nurg'un ma'nolar bor. Lekin biz bugungi bu yerda bizga muhim bo'lgan tarafi ilm o'rganish haqidagi bahslashish, raqobat haqidagi tarafi bizga muhim. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.